Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, Kamron Dars kanaliga kelibsiz. Yangi ko'rayotganlar va obunachilarim, yaqinda challenge bo'ladi. Challenge'da qatnashishni istagan odam challenge'da qatnashmoqchi bo'lsa, Telegram kanalimga obuna bo'lib, YouTube kanalimga obuna bo'lasiz va kommentariyada yozasiz challenge'ga qatnashmoqchiman deb. Challenge'ga qatnashmoqchi bo'lgan insonlar, u qanday challenge? Bir akkaunt tuzasiz, yangitni ochib. Bu yangitdan ochgan akkauntingiz noyob yoki qiziqarli bo'lsa, birga bir o'ynaymiz. Meni yutsangiz, sizga pul miqdori beriladi. Mana yoki bizga qo'shilgan odamlarni yutsangiz, masalan siz 10 ta odamni yutdingizda va siz o'zbek so'm pulida 100 ming, 200 ming ishlay olasiz do'stlar. Bu unday imkoniyat hech kimda yo'q. Albatta obuna bo'ling, like bosing. Challenge'ga qatnashmoqchi bo'lsangiz, albatta kommentariyaga challenge bo'ladimi, challenge'ga qatnashmoqchiman, obuna bo'ldim degan so'zlar yozing. Va lekin yana bir gap, kommentariyada eng ko'p like qilgan insonni, masalan, ertaga Real Madrid komandasini tuzing yoki Barselona komandasini tuzing degan insonni kommentariyasi ko'p like qilsa, ana shuni aytganini qilib video chiqaramiz. Bunda challenge ham bor, bunda challenge ham bor. Qani qaysi birini tanlash o'zingizning xohishingiz. Rahmat.